Порядковыйni top deb berilmaydi. Savol beriladi. Ro'da yo'q bo'lsa, demak количественный. Ro'da bor bo'lsa, demak порядковый. Keyingisi. To'rtinchisi. Demak, diqqat eshitasiz. Количественные числительные. Diqqat eshitasiz. Количественные числительные bizning rus tilimizda 3 ga bo'linar ekan. 3 ga bo'linadi. Ya'ni bular qaysi? Diqqat eshitasiz. Bular целые, дробные va собирательные. Demak, целые, дробные, собирательные. Целое tarjima qiladigan bo'lsak, bu butun son. Дробные kasr son va собирательные jamlovchi son.